oshni non bilan yeydiganlar bitta layk bosib qo'yamiz, kommentariyada aytib ketamiz. Mana buni yangilik desa bo'ladi-da. To'g'ri tushunasizlar, qonli oshlar. Tezda kelib mana bu oshdan yeymiz. Toshkent oshi Muslim kafesida yangilik и somsalari bilan. Oshni bitta попробовать qilib ko'ramiz. Mana tuxumlari bilan, bedana tuxumlari bilan, qazilari bilan, mana bu go'shtlari bilan, go'shtlari ham haligi chopib beradi-yu, chopilgan go'sht. Buni qarang. Bu yaqinroqdan oling, keling. Bismillah. Buni qarang. Shakar olib qarang. Mana bu somsani esinglardan chiqmasin, bismillah. Обязательно sousi bilan, ishlarga souslarni quyib yeymiz. Vahshiy dahshat bor-ku. Men bilaman, ertaga aniq kelasizda. Adreslarga keladigan bo'lsak, boshqa ovqatlarni reklama qilish kerak yo'q. Bular yangilik qo'shgani uchun reklama qilyapti. Yangilik qo'shilgani uchun. Qolgan ovqatlarga o'zi odam o'chirib beradi. Xo'p, yana aytiladigan gapimiz, saboy olib ketadiganlar 3 pors olganga mana bu tovoqlari bilan beriladi. Tovoqlari besplatniy, ishlardan chiqmasin. Adreslari Oltin O'rda restoranini bilamiz. Shuni yonida, ya'ni Raypo bozorining ro'parasida. 4 ko'chadan Raypoga qarab yuramiz. Rayponi ro'parasida bo'lib qoladi. Kelib, обязательно bir pors mana bu oshlaridan, somsalaridan yeb ketinglar. Mana bunga layk bosmaganlar och qolib o'tiraversin uyida. Rahmat.